Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi 26 bölüm Tevhid ve tevekkül qilish haqida. Tevekkül qilishning fazilati to'g'risida. Allah Taala aytır, müminlar yalğız Allah'a tevekkül qilsin. Yani hamma ishni Allohga topshirsin. Kimki Allohga tevekkül qilsa, Allah uningga kifoya qiladi. Sayyinda bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatidan 70 ming kishining hisobsiz jannatga kirdiganligini tilga olgan. Ularning sifati bayon qilinib, ular jahiliyat solgandek dam soldirmaydi, qushlardan shumpal olmaydigan, dag'alinib davolanmaydigan va Robbiga tavakkul qildiganlardir degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan edim. Agar sizlar Alloh taologa loyiq ravishda tavakkul qilsanglar, albatta Alloh sizlarni saharda och ketib, kechda to'q qaytadigan qushlarni rizqlantirgandek rizqlantirgan bo'ladi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq duo qiladi: "Ey Alloh, sendan yaxshi ko'radigan amallaringga, sana haqiqiy tavakkul qilishga va sendan yaxshilik kutishga tavfiq berishingni so'rayman." Tevekkül qilishning asli bo'lgan tavhidning haqiqatining bayoni. Tevekkül qilish tavhid ustiga quriladi, tavhidning darajalari. Shu darajalardan biri sening bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir degan so'zingda ifodalangan Alloh taolaning yeganiligini qalbing tasdiq qilish kerak. Uning sherigi yo'qdir. Bütün padişahlık onunğa mansubdir, jimi hamdu sana onunğa xosdir, u har narsaga qodirdir degan lafzni tasdiq qilish lozim. Lekin dalilni bilmasdan tasdiq qilish avam xalqning e'tiqodidir. Ikkinchisi turlik narsalarni ko'rib, ularni yigani Alloh taolo yaratgan deb qarash. Bu bo'lsa Alloh taologa yaqin bandalarning maqomidir. Üçüncü, insan ochiq bir şekilde Allah Taaladan başqa barliq keltirguchi yo'q degan tushunchaga ega bo'lsa, o inson Allah Taaladan g'ayriga qarmaydi. Balki Allah Taaladan qo'rqidi, Allah Taaladan umid qiladi, uningga ishindi va uningga tavakkul qiladi. Chunki Allah Taala haqiqatan yegani yaratquchidir, barliq ayiblardan pokdir, barliq maxluqotlar uningga bo'ysunguchidir. Bu tushunchada bo'lgan kishi ziroatning o'sishida yomg'irga, yomg'irning yig'ishida yomg'ir bulutiga, kemining mingishida shamolga tayanmaydi. Chunki uningga tayinish ishlarining haqiqatini bilmaganlikdir. Haqiqatlar oydin bo'lgan kishi shamolning o'zi hech harakat qilmaydiganligini, chuqum uning bir harakatlantiruvchisi bo'ladiganligini biladi. Özünün nicat tepişini şamalga bağlıq deb qarashi xuddi bir kishi qo'lga ilinib qilishdan o'tkazilmoqchi bo'lsa va padişah uni apu qilib imzo qo'ysa, ondan tutilgan u kishi siyah qog'oz va imzo qo'yishda qo'llanilgan qalam bilan bo'lib, bu qalam bo'lmagan bo'lsa, men o'limdan qutula olmaydim deb o'zining o'limdan qutulganligini qalamni harakatlantiruvchi padişahdan emas, balki qalamdan ko'radigan kishiga o'xshaydi. Bu tulumu nadallıqdır. Kimki qalamning o'z oldiga hukm chiqarish kuchi yo'qligini bilsa, albatta qalamga emas, qalamkashga rahmat aytadi. Barliq maxluqotlar yaratquchi Alloh taolaning bo'ysundirib boshqarishida qalamkashning o'z qo'lidagi qalamni boshqargandanmi bekrak mukammaldir. Xolig'ini qiladigan sabablarni paydo qilguvchi yagona Alloh taolo barliq ayib nuqsonlardan pokdir. Bəsil təvəkkül qilishning ahvoli va təvəkkül qilguvchilarning amallarining bayoni. Bilginki, təvəkkül so'zi arab tilidagi vakalah so'zidan ilingandir. Arab tilida vakkala fulan amrahu ila fulan deyildi. Ya'ni paloni kishi ishini paloni kishiga topshirdi, ishida uningga tayandi degan ma'noda. Tevekkül qilish bo'lsa, qalbning tevekkül qilinguchiga tayinishidan iboratdir. Bir kishi yana bir kishining istoshlik qiladigan, kuchlik va yo'l ko'rsata oladigan qobil kishilikka ishonch qilgandila, ondan uningga tevekkül qila oladi. Buni bilsang, buningga Alloh subhanahu va taologa tevekkül qilishni qiyos qilgin. Sening nafsingda Alloh taolodan o'zga yaratquchi yo'q degan e'tiqod qaror topsa, shuning bilan birga Alloh taolo mukammal ilm, mutlaq qudrat va mislsiz shafqat egasidir. Onun qudratidanmi kuchli kuch-quvvat, uning ilmidanmi mukammal ilm va uning shafqatidanmi ziyoda shafqat yo'qdir deb e'tiqod qilsang, shubhisizki sening qalbing uningga tayinadi va har qanday holda uning g'ayriga qarmaydi. Agar sen buni nafsingda topolmasang, uning sababi ikki ishning biridir.
Ya bu xislatlardan birasiga jismiyatning ojizligi sababidan bo'lgan bo'ladi. Va ya bo'lmasa qalbingni qo'rqinch besib olganligi, qalbingning ojizligi va shu qalbingni chirmib olgan xam xiyollar sababidan bo'lgan bo'ladi. Chunki ba'zida xam xiyolning qalbda turishi va insonning jismiyatida nuqson bo'lmasimi, xam xiyolga itoat qilganlik sababidan qalb bearam bo'ladi. Bir kishi hasalni quluq olsa, ondan hasal o kishining oldida gandiga o'xshatilsa, o kishining tabiati hasaldan yirginishi, shuning bilan o kishi hasalni yemasligi mumkin. Agar aql kishi qabridagi yoki ko'rpidagi va yoki uydagi o'lik bilan birga kechada yetishga taklif qilinsa, uning jonsiz o'lik ekanligiga jazm qilsa-mu, uning tabiati o'lik bilan birga yetishdan yirginidu, lekin tabiati boshqa jonsiz narsalar bilan birga yetishdan yirganmaydi. Bu bo'lsa qalbdagi qo'rqinchliqdir. U ham inson muxoli bo'lolmaydigan bir turlik ojizlikdir. Ba'zida bu qo'rqinchliq kuchayib kasallikka aylanib, hatto inson bir uyda eshikni puxta taqab turibmi, yolg'iz yetishdan qo'rqadigan bir holga yetadi. Bundaq bo'lgan ekan, tavakkul qilish faqat qalb kuchli bo'lish va qat'iy jazm qilish bilan tamomlanadi. Xo'sh, sana tavakkul qilishning ma'nosi oydinlashib, tavakkul qilish deb atiladigan holatni bilgan bo'lsang, shu holatning kuchli va ojiz bo'lishida 3 daraja borligini bilgin. Birinchi, biz tilga olgandek, kishi Alloh taolaning o'ziga kepil bo'lganligi va o'ziga ko'ngil bildiganligiga doimo ishonch qilish kerak. Bu uning vakiliga ishonch qilganiga o'xshaydi. İkinci daraja bu eng kuchli darajadir. Bu daraja bo'lsa, inson bilan Alloh taolaning munosabati xuddi buvoq bola bilan onasining munosabatiga o'xshash bo'lishidir. Chunki buvoq bola onasidan boshqani tunimaydi, onasidan boshqaga aldirmaydi. Faqat onasiga tayindi. Uningga biror şey yetsa, uning xiyoliga va tiliga tunji qatim ana degan so'z keladi. Shunga kimning ibodati, qarashi, tayinishi Alloh taolaga bo'lsa, Alloh taolaga kichik bola onasiga oshiq bo'lgandek oshiq bo'ladi. Shu orqali u kishi Alloh taolaga haqiqiy tavakkul qilguvchi bo'ladi. Bunun bilan avval holatning farqi bo'lsa, bu holatda tavakkul qilguvchi o'z tavakkulida faqat Alloh taolaga tavakkul qilib o'zini yo'qotgan bo'ladi. Chunki u tavakkul qilinguchidan boshqa qarmaydi, uning qalbida Alloh taoladan boshqaga o'rin qolmaydi. Birinchi holatda turib tavakkul qilguvchiga kelsak, u takallub qilish va kasb qilish bilan tavakkul qilguvchi hisoblanadi. U kishi o'z tavakkulida Alloh taolaga tavakkul qilib o'zini yo'qotgan kishiga o'xshamaydi. Balki u boshqa narsalarga qarashi mumkin. Boshqa narsalarga qarash bo'lsa, yegan Alloh taolaga tavakkul qilishni muloyiz qilishdan qaytaradigan bir ishdir. Üçüncü daraja, bu daraja ilgirki 2 darajadan yuqoridir. Bu daraja bo'lsa, insonning Alloh taolo oldida xuddi o'likning g'assal oldida turganiga o'xshash turishidir. U kishi Alloh taoladan ayrilmaydi, lekin u o'zini o'lik hisoblamaydi. Bu holat bu vaqt balaning onasi bilan bo'lgan ahvoliga o'xshamaydi. Chunki bu vaqt bala onasining yeniga bordi va tovlab onasining peshiga esiladi. Bu hollar mahluqotlarda tepildi, lekin uningda izchil bo'lish tas. Bo'libmi 3-chi holatga davomlashish tas. Tavakkul qilguvchilarning ba'zi amallari to'g'risida. Ba'zi kishilar tavakkul qilishning ma'nosi badan bilan kasb qilish va qalb bilan ishlarni o'rinlashtirishni tark etish hamda latiga yoki dushi ustidagi go'shga o'xshash ziminga tashlanish deb o'ylaydi. Bu jahillarning gumoni bo'lib, shariatda haromdir. Shariat tavakkul qilguvchilarni maqtadi. Tavakkul qilishning ta'siri bandaning yurish turishida va o'z maqsadlarini hosil qilish uchun harakat qilishida ko'rildi. Bandaning harakat qilishi bo'lsa, kasb qilishga o'xshash, yo'q pulni tepish uchun yoki zapas saqlashga o'xshash, bor bo'lgan narsani saqlash uchun yo tajovuzchi qilguvchini dafi qilishga o'xshash, texi nisi ziyonni yo'qotish uchun yoki kasaldan davolanganga o'xshash, naq ziyonni yo'qotish uchun bo'ladi. Demak, bandaning harakatlari bu 4 turdan o'tib ketmaydi. Birinchi tur foydali narsalarni jalb qilish. Buning sabablari 3 tur. Birinchisi keskin sabab. Bu Alloh taolaning taqdiri va irodasi bilan vujudga keladigan ishlarga muqim shaklda bog'langan sabablarga o'xshashdir. Misal, sen och qursoq holatingda oldingda tomoq bo'ladi, sen tomoqqa qo'lingni so'zmay, men tavakkul qilguvchiman, tavakkul qilishning sharti jim turish, tomoqqa qo'lni so'zish, jim turishni buzganlik bo'ladi. Shuningdek tomoqni chaynash, uni yutishmi harakat qilganlik hisoblanadi deysan. Bu aniq sarangliq bo'lib, aslo tavakkul qilishga kirmaydi.
Chunki sen Alloh taolaning sen tamoq yemasangmi o'zligidan qursaq to'yishini yoki tamoqni o'z harakatlanib sen tarafga mangdirishini va yoki tamoqni chaynab berishi va oshqozonga yetkazib berish uchun bir farishtani bo'ysundirib berishini kutsang, Allohning qonuniyatini bilmagan bo'lsan. Shuningdek, agar sen ziraat terimay, Alloh taolaning uruq bo'lmasimi, o'simlik o'stirishini yoki ayoling bilan jimo qilmasangmi, ayolingning tug'ishini ta'ma qilsang, buning hammasi sarangliqdir. Bu yerda amal qilishni tark etish tavakkul qilganlik hisoblanmaydi, balki bu yerda tavakkul qilish bilish va holat bilan bo'ladi. Bilishga kelsak, Alloh taolaning tamoqni, qo'lni, sabablarni va harakat kuchini yaratganligini va Alloh taolaning sana tamoq va suv beradiganligini bilishingdir. Holat bo'lsa, sening qalbing va tayinishing qo'l va tamoqqa emas, balki Alloh taolaning fazliga bo'lishi kerak. Chunki sening qo'ling qurib qilishi va harakating yo'q bo'lib ketishi mumkin. Alloh taolo sana tamoqqa g'olib keladigan bir kishini musaxxar qilishmi mumkin. Shunga tamoqqa qo'lni so'zish tavakkulga zid kelmaydi. İkinci daraja keskin bo'lmagan sabablar. Lekin ko'pincha vaqtda barliqqa keltiradigan ishlar o sabablarsiz barliqqa kelmaydi. O misoli shaharlardan ayrilib, odamlar nihoyat kam boradigan saharalarga safarga chiqib, o'zi bilan hech oziq-tulik ilib olmagan kishidir. Bundaq kishi Alloh taolani sinagan kishiga o'xshash. Uning bundaq qilishi cheklandi va oziq-tulik ilib olishiga buyruq qilindi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safar qilgan chaqda oziq-tulik ilib olgan va Madinaga yo'l ko'rsatadigan bir yo'lboshchini ijaraga olgan edi. Üçüncü daraja to'liq ishonch qilg'il bo'lmaydigan, lekin barliqqa keltirilmoqchi bo'lgan narsalarga yetkazilishi xiyol qilinadigan sabablar. Masalan, bir kishi malga erish tafsiloti va yo'llar haqida inchik tadbirlarni izlasa, uning maqsadi va ishi shariatdan chiqib ketmaydigan asosda to'g'ri bo'lsa, uning bu ishi tavakkuldan chiqib ketmaydi. Lekin u kishi turmushning ortiqcha narsalarni talab qilsa, mol dunyoga herisman kishilar qatoriga kirib qilishi mumkin. Rizq yo'lida tirishmaslik asla tavakkul qilish jumlasidan emasdir. Rizq izlashni tark etish tavakkul qilishni bahona qilib, rohatni tanlagan ishi yo'q odamlarning qildigan ishidir. Umar raziyallohu anhu tavakkul qilguvchi degan ziminga uruq chechib, Alloh taologa tavakkul qildi degan. Ikkinchi tur bor bo'lgan narsani saqlab sabab qilish. Halal uzuq-tulik topgan kishining yana shundaq bir uzuq-tulikka erishish uchun harakat qilishi, uning zehnini mashg'ul qilgan taqdirdami, uning shu halal rizqni to'plashi uni tavakkul qilishdan chiqarib atmaydi. Bulubmu oilasi bor kishi bo'lsa shundaq. Sayyindagi Umar ibn Xattob raziyallohu anhuning hadisida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Nazir yahudiylarning g'animatga tushgan xurmalarini sotatdi va ahliga ularning bir yillik yemekligini saqlab qo'yatdi deyilgan. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilal raziyallohu anhuni ozuqliq saqlab olishdan chekladigu deyilsa, buning javobi Bilalning qashidagi yo'qsullar mehmonga o'xshaydi. Shu sababdan Bilal yemeklikni yig'ib saqlab olsa, ular och qolatdi. Ishning asli mohiyati Bilal va Sufa ahli va ularga o'xshash kishilardan talab qilindigini yemeklikni yig'ib saqlab olmaslik edi. Agar ular yemeklikni yig'ib saqlab olsa, ularning biz namrat degan davosiga yolg'on aytganligiga binoan ayblanadi. Üçüncü tur ziyonni yo'q qiladigan sabablar bilan shug'ullanish. Ziyonni yo'q qiladigan sabablarni tark etish tavakkul qilish shartlaridan hisoblanmaydi. Shunga yirtqish hayvonlar ko'p ziminda yoki sal yo'lda yoki o'rilib tushay deb qolgan tam ustida uxlash durust bo'lmaydi. Bularning hammasi cheklandi. Shundaqla soat kiyish, eshikni taqash va to'g'ni arg'amchi bilan bog'lash qatorliq ishlar tavakkul qilishga zid kelmaydi. Alloh taolo qurollarni ehtiyot yuzidan yenida tutsin degan. Bir adam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib, "Ey Alloh taolaning elchisi, to'g'ini bog'lab qo'yib Alloh taolaga tavakkul qilamdim yoki to'g'ini bog'lamay qo'yib berib Alloh taolaga tavakkul qilamdim" deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni bog'lab tavakkul qilgin dedi. Buning hammasi sabab emas, balki sababni barliqqa keltiruvchi Alloh taolaga tavakkul qiladi. Uningda Alloh taolo butgan barliq ishlarga rozi bo'ladi. Qachoniki uning mili o'g'irlansa, milimni obdan saqlagan bo'lsam, o'g'irlanmaydi degandek xiyol kelsa yoki beshiq kelganni boshqalarga shikoyat qilsa, uning tavakkul qilishdan yiroq ekanligi ayon bo'ladi. Kishi taqdirining o'ziga nisbatan tevibga o'xshaydiganligini bilsin. Ya'ni tevib uningga tamoq keltirsa xushal bo'ladi va agar tevib g'izoning menga manfaat qildiganligini bilmasa edi, uni mening yeyishimga elib kelmaydi deydi. Agar tevib uningdan yemakni cheklasa, tevib uning menga ziyon qildiganligini bilmasa edi, uni mendan cheklamaydi deydi.
Kesel kishi kuyumchan va usta tibibga ishengindek, bir kishi Alloh taolaning marhamat qildiganligiga ishonmasa, uning tavakkuli to'g'ri bo'lmaydi. Tavakkul qilguvchi mili o'g'irlansimi parvo qilmasligi, Alloh taolaning qazosiga rozi bo'lishi va musulmonlarga shafqat qilib, o'g'ridik haqqiga rozi bo'lib ketishi kerak. Bir kishi bir olimga o'zining bulanchilikqa uchraganligini va milining tartib qilinganligini shikoyat qilgan edi. Olim uningga bunda qilgan musulmonlar nemishqa ko'payib qoldi deb milingni ilib olgan musulmonlar uchun o'zingning miliga qayg'urganingdek bekrak qayg'urmasang musulmonlarga samimiy bo'lmagan bo'lasan dedi. 4-chi tur ziyonni yo'qotishga harakat qilish. Bu kasalni davolash va shuningdek ishlarga o'xshaydi. Bilginki, ziyonni yo'q qilgan sabablar 3 tur. Birinchi, ussizlikni bosquchi suv va ochliqni tindiruvchi nonga o'xshash keskin sabablar. Bu tur sabablarni tark etish hech bir shaklda tavakkul qatoriga kirmaydi. Ikkinchi, davolanish maqsadida tumurdan qon elish, lo'ngga qo'yib davolanish va surgi dorisi ichishga o'xshash ehtimolli sabablardir. Bularni qilish tavakkul qilishga zid kelmaydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davolangan va davolanishga buyurgan edi. Musulmonlardan ko'p kishilar davolandi va bir turkum kishilar bo'lsa Alloh taologa tavakkul qilib davolanishni tark etdi. Shundaq rivoyat qilindiki, Abu Bakr roziyallohu anhu kasal bo'lib qolib qolganda uningga "Sana tibib chaqirmaymizmi?" deyilgan edi. Abu Bakr "Tibib meni ko'rdi" dedi. "Tibib nim" dedi. "Tibib men xohlaganimni qilman" dedi. Musannif rahimahulloh mundaq deydi: "Davolanish afzal degan qarash biz quvvatlaydigan qarashdir. Abu Bakr roziyallohu anhuning davolanmasligi bizningcha Abu Bakr davolanib to'g'ri foyda qilgandan keyin davolanishdan to'xtagan yoki Abu Bakr roziyallohu anhu ba'zi alomatlar sababli o'zining ajalining yaqinlashib qolganligini bilgan, shunga davolanishni tark etgan. Bilginki, dorilar Alloh taolaning izni bilan bo'ysundirilgan sabablardir. 3-chi, dag'lab davolashga o'xshash mavhum sabab bo'ldi. Shunga dag'lab davolash tavakkul qilishdan chiqib ketadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tavakkul qilguvchilarning sifatini ular dag'lanib davolanmaydiganlar deb sifatlagan. Ba'zi olimlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ular dag'lanib davolanmaydiganlar degan so'zni ular jahiliyat davrida qilgandek ular dag'lanib davolanmaydi degan bo'ladi deb tushundirgan. Chunki ular jahiliyatda saq vaqtida kasallik yetmaslik uchun duo afsun o'qiydi va dag'lanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kasallik yetgandan keyin ruqya duo o'qigan va Asad ibn Zurra roziyallohu anhu ni dag'lab qo'ygan edi. Kasallikning shikoyat qilishiga kelsak, kasalni shikoyat qilish tavakkul qilishdan chiqarib etadi. Ing'rash shikoyat qilganligini bildirganlik uchun salaf solihlar kasal kishining ing'rashini yomon ko'radi. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundaq deydi: "Yo'qlug'uvchilar bo'lmagan bir kasal bo'lishni arzu qilyapman." Bir odam Imom Ahmaddan ahvolingiz qanday deb so'ragan edi. Imom Ahmad yaxshi deb javob berdi. "Tunugin oqshom qizib qoldingizmi? Men yaxshi degandekin, men deyishni yomon ko'radigan narsani meni degil solmag'in." Kasal kishining tabibga o'zidagi kasalni isbotlab berishi tavakkul qilishga ziyon yetkazmaydi. Salaf solihlardan ba'zisi shunday qiladi va men tabibga Alloh taolaning o'zimdagi qudratini isbotlab beraman deydi. Buningda o'zini qiyinchilik sabr qilishga undaydigan bir o'quvchi kasalni isbotlab bergandek ahvol tasavvur qilindi. Kasallikni ne'mat ko'rib, ne'matga shukr qilib va kasallikni ne'matni isbotlagandek isbotlasa shikoyat bo'lmaydi. Biz rivoyat qildikki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Men sizlardan 2 odam qizg'andek qizib ketyapman" degan. Tavakkul qilish haqidagi tema oxirlashdi. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.